O'rta Osiyoda 223 hech kim qo'ymagan narxda qo'yaman. Mashina idealniy holatda, polni proyektdan chiqqan. $2000 Maybach kovunli diskalari bilan boltali. Mashinani sostoyaniyasini qarang, zazorlarini qarang, juda go'zal. Hamma narsa yangi bo'silgan. Zapchastlari ham. Mashina hali to'yga chiqarishga uspet qilmadim. Salonga e'tibor beramiz. Buni go'zalligini ko'ring. Xo'p, monitorlari bor. Polni mashina davodchida. Pneumopodskalari ishlab turibdi. Abduf, Abagrev, elektropaket, luklari ishlab turibdi mashinani. Oldi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Mashina narxini aytib ketaman. $22,900. O'tib beradigan joyi yo'q. Kim uspet qilsa telefon qilib zakolat tushirasizlar, sirazi dokument bo'ladi. Eng maza qiladigan joyi mashina qayta jihozlari bilan, oldi orqa panel, 2003-yil gazga ruxsatlarini olib qo'yganmiz. Xo'p, mashina kombinirованный. Bu kraskasi ham, как положено, hujjati mavjud. Aloqaga chiqaverasizlar, direktda ko'payib ketuvdi. SMSlar, mashina so'raganlar. O'shaning uchun bitta qilib qo'yishga harakat qildim. Bunaqa narx menimcha chiqadi yo'q, $22,900 da. Obunani bosib qo'yasizlar, yana bunaqa mashinalardan qo'yib boramiz. O'tkazib yormaslik uchun kuzatib tursangiz yaxshi bo'ladi. Kimgadir manfaatli bo'lgan bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin. Salomat bo'lasizlar.